Yana sizlarga bitta zo'r narsa, bu zavodlarda ishlaydi yoki mashinasini, halidaqa shalanda mashinani yoki orqasi ochiq Isuzu mashinalar bo'ladi. Shuni manipulyator qilmoqchi bo'lgan akalarga ham mana bu narsa juda zo'r bo'ladi. Mana endi men tushunishim bo'yicha uylarda yoki mana ishxonani tomiga o'rnatasiz, pastdagi narsani tepaga olib beraveradi. Yoki mashinalarning orqa kabinkasiga o'rnatasiz, manipulyator vazifasini bajaraveradi. 这是能吊多少吨的？1吨、1.5吨、2吨都有。1 tonnaligi, 2 tonnaligi, 5 tonna har xillari bor ekan. Mana bu hozir mana uzunligi 4 metrdan 5 metrgacha chiqadi. Bu endi men hozir kichkinasini ko'rsatyapti. Juda zo'r. Sizlarda qanaqa talab bo'lsa, o'sha talabga qarab bular yasab beraveradi. 午饭时间。Hammasi ovqatlanyapti. Xohlasangiz, misol mashinani ustiga o'rnataman, siz mashinani ustiga yasab beradi. Yoki bir binoni ustiga qilaman, siz binoni ustiga. 这个之前也是我们看我们能这个，当时那个车间这个车间都是后来搭的。Bu 2 tonnali ekan. Yerga o'rnatilgani. 能演示吗？ 这个应该不能，我给他演示这个。 Mana bu mashinani ustiga o'rnatilgan ekan.